2 kun oldin Guliston shahridagi umumiy ovqatlanish shoxobchasida gaz balloni portlashi hodisasi ro'y bergan. Hodisa oqibatida 3 nafar inson halok bo'lgan va 29 nafar inson jarohat olgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun Sirdaryo viloyatiga tashrifi doirasida shifoxonaga kelib, hodisa oqibatida jabrlanganlar holidan xabar oldi, ularning yaqinlari bilan suhbatlashdi. Rahmat sizga. Rahmat. Minnatdorchilik cheksiz. Allohim sizlarga o'zingizga yurtingizga tinchlik Alloh yuklab bersin. Allohim hamisha gullab yashayversin. Yordamlaringiz uchun Toshkentdan keldi doktorlar. Ahvoli kundan kun yaxshi bo'lib boryapti. Shuning uchun ming rahmat. Mana bitindan sarflaganimiz yo'q, bir narsa qilganimiz yo'q. Qarablar hammasiga rahmat. Hammasini yetkazayapti. Iloyim mana shifosini bersin. Men o'zim nazoratga olib, har kuni har bir kasal bo'yicha meni o'zimga to'g'rilab yaxshi bo'lib oyoqqa turmagancha Toshkentliklar ketmaydi dedilar. Hech qanday o'ylamagan. Bu kunda ko'rishdik, yana yurtimizda yaxshi bayramlarda ko'rishdik. Hammamizga nasib qilsin. Amin. Hayotiga shifo bersin, sog' bo'lsin hammasi, yurtimiz obod bo'lsin, kelajak qozon bo'lsin, bosh bo'lib yuravering hammasi. Iloyim bundaqa falokatlar bo'lmasin. Iloyim tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin. Shuni bilinglar. Xuddi o'zimni qarindoshimga, inimga, sinimga, ukamga qanday harakat qilsam, ularga ham shunday harakat bo'ladi. Rahmat. Shunday bilinglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Gulistondagi portlash qurbonlarining oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratiladi. Ayni daqiqalarda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Sirdaryo viloyati faollari bilan yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Uning davomida davlatimiz rahbari 2 kun avval Guliston shahri Taraqqiyot mahallasidagi umumiy ovqatlanish shoxobchasida ro'y bergan gaz balloni portlashi hodisasiga to'xtalib o'tdi. Davlatimiz rahbari yuqorida aytib o'tganimizdek, mazkur hodisa qurbonlari har birining oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratilishi va ushbu yordam 3 kun ichida yetkazilishi bo'yicha mas'ullarga qat'iy topshiriq berdi. Shuningdek, malakali shifokorlardan iborat bo'lgan brigada mazkur hodisadan jabrlanganlarga bepul tibbiy va psixologik yordam ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur hodisa ushbu fojia favqulodda vaziyatlar tizimi uchun saboq bo'lishi kerakligi va kelgusida, xususan qish faslida bunday holatlarning oldini olish uchun mas'ullar 24 soatlik ish rejimiga o'tishi zarurligi qayd etildi.